Hammaga salom do'stlar. Bugun men 1.20 1.90 versiyani obzor qilmoqchiman. Birinchi bo'lib mana bu joyi grafikani o'zgartirish joyi juda nima qildi, e'tiborimni tortdi. Juda zo'r ekan. Mana bunday qilasizlar, grafik modi eng balandida. Va bularni ham eng balandiga ko'tarib chiqamiz. Ko'tarib chiqqanman. Aslida bu boshqacha bo'lishi kerak. Bo'lmayapti hozir. Mana buni bilmadim-u, lekin juda zo'r nima bo'lar ekan. Buni telefonim umuman ko'tara olmaydi. Telefon juda qotadi shu paytda. Telefon emas, ana shu versiyani o'zi, Minecraftni o'zi qotadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ajoyib. Lekin shu bilan birga juda qotadi bu narsa. Soyalar, hamma narsa. Mana suv. Mana bunday. Bulutlar. Buni shadirsiz ham qotmaydigan telefonda o'ynasa bo'lar ekan. Bu yerdan tez suraveramiz. Endi esa buni ortga qaytarish kerak. Mana bo'ldi. Endi esa ichiga nima qo'shilganliklarini ko'rsataman. Bu 1.20 1.90 versiya. Eng oxirgi chiqqan versiyalardan. Endi eng oxirgisi 1.22 dir. Bilmadim. Ko'rishinglar mumkin, landshaftlar o'zgargan. Barglar to'kilib turadi va mana bunday yerni sarg'aygan barglar bosib ketgan. Buni shipiri bo'lmasmikan, yo'qotib. Mana bu bilan. Va sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim mana bu xaltachalar. Va ana bu narsa. Bu narsa gazning anasi. Shipiri bo'lmas ekan. Korotchi ochiqroq joyga o'tkazamiz va bunga qo'shilgan narsalarni ko'rsataman. Eng asosiysi mana bular tuxumlar bilinib turibdi nimaligini. Ko'rinib turibdi bular. Va qo'shilgan narsa bu va mana bu narsa.
va yana narsalar bo'lishi kerak. Bularni ko'rdik. Va ana bu narsalar. Bu narsalar bilan rasm chizsa bo'ladi. Bularga boshqa narsa qolmadi. Xo'sh, bu qanaqa narsaligini bilmadim. Armadillo. Bu bunaqa narsa ekan. Va mana clicking. Bittada bo'lib qolyapti. Va eng zo'r narsasi, eng yoqqani mana bu bo'ldi. Ana. O'tirsak bo'ladi. Zo'r narsa, eng yoqqani shu bo'ldi. Buni ustidan tursa, tushib ketmas ekan. Boshqa moblarning ustiga o'tirsak tushib ketamiz. Lekin bunda umuman tushmas ekanmiz. Va yana mana bu bilan rasm chizsak ham bo'lar ekan. Masalan, men ko'k emas qizil. Mana buni chizsak bo'lar ekan. Endi bu yerni xohlagancha qo'shsa bo'ladi. Bunday. Mana bizning san'at asarimiz. Salom guys. Hammaga xayr. Iltimos obuna bo'lishni unutmanglar va obuna bo'lib qo'yinglar.